Hoy kuyov bolalar, uyingizda yotgan uyingizni ko'ring-u, dadangiz bilan onangiz uyini ko'ring. Pardangiz, gilomingiz, palon to'shagingizni yo'q, nabarot dadamiz paypoqlarni tayi suzilib kiyaverganda yo'q, alishtiring, qiling. Olib kelib qo'ying, pachkalab olib kelib qo'ying, pachkalab. Obuvni olib kelib qo'ying, ras qarimi, ortopedический naqa tuflilar chiqqan, oyoq og'rimaydi, rohatda yuradi. Ortoped desiz, kiyim turishligingiz bor. Yumshoq kiysa oyog'i mazza qiladi. Olib kelib qo'ying 3 xil, 4 xil, 5 xilini. Terib qo'ying ota-onangga. Tovonimda yil qiyshayib ketgan narsa kiyib yurmasin. Siz o'zingizni kiying, keyin o'zingiz. Ko'chada shunday yuring, o'rtoqlarsiz ko'rib kulsin mayli. Yani tuvlizning ahvolini mayli. Lekin dadamizga kiyizib qo'ying, onamizga kiyizib qo'ying akalar. G'ichillagan bo'lsa bet meni yurmasin. Raz moshinaga pul yo'qmi? Germanda bo'lsa bet olib bering, chotkisini olib bering. Yoniga elektr zapasi bori ham chiqdi hozir. Nech pul? $700 mana shunaqa ekan. Qiling, soting telefoningizni. Oddiy internet telefon ishlatib yuring. Siz mana hozir internetda telefon ishlatayotganlar. Internetda pul topyapsizmi? Bir tiyin topmaysiz. Instagram oldi qochib bir balolarga ishlatasiz.